Bismillahirrohmanirrohim. Xabaru inna. Innaning xabari. Vassadisu kulli tarkibin mislu. Innal bustana musmirun. 6. raf o'rni har bir tarkibiki mana bunga o'xshash. Innal bustana musmirun. Albatta bog' meva qiluvchidir. Va yusammal ismul avvalu isman li inna. Birinchi ismni innani ismi deb ismlanadi. Va mislu inna innaga o'xshash. Anna albatta, ka anna go'yoki, lakinna lakin, layta koshkiydi, laalla shoyatki, la yo'q. Bu lani nafiy jins, ya'ni bir jins ismni nafiy qiluvchi deb ismlanadi. Alimna annahu iza dakhala ala al-mubtadi wal xabari kana aw فعل مما ذكر معه يكون الأول مرفوعا والثاني منصوبا. Bildik, albatta mubtado va xabarni ustiga kana yoki u bilan zikr qilingan fe'llardan biri kirsa, birinchi ism raf bo'ladi va ikkinchisi nasb bo'ladi. Wa alam annahu iza dakhala alayhima inna yakunu al-awwalu mansuban was-thani marfu'an bi aksi kana. Bil, albatta mubtado va xabarni ustiga inna kirsa, birinchi ism nasb bo'lib o'qiladi va ikkinchisi raf o'qilinadi konani teskarisiga. Va yusammal avvalu ayzan isman li inna was-sani xabaran laha. Bunda ham birinchi ismni innani ismi deb ismlanadi va ikkinchisini innani o'shani xabari deb ismlanadi. Fataqulu fi nafsil amsilati sabiqati. O'tgan misollarni ayni o'zida aytasanki, innal bustana musmirun, albatta bog' meva qiluvchidir, va inna shajara muriqun, va albatta daraxt barg chiqazuvchidir, va innal matara g'ozirun, va albatta yomg'ir quyuq yog'uvchidir, va innal javva mu'tadilun, va albatta havo mu'tadildir. Va mislu inna ma zukira ba'daha minal huruf. Innaga o'xshagan bo'ladi o'sha innadan keyin zikr qilingan harflar. Nahvu alimtu annal bustana musmirun. Bildim, albatta bog' meva qiluvchidir. Bunda alimtu fe'l, tu foili, anna hurufi mushabbaha, al bustana ismi, musmirun xabari bo'ladi. Va ka anna shajara muriqun, go'yoki daraxt barg chiqazuvchidir. Walakinnal matara g'azirun, walakin yomg'ir quyuq yog'uvchidir. Walaytal javva mu'tadilun, koshkiydi havo mu'tadil bo'lsa. Va ala hazal qiyasu, mana shunga qiyos qilib aytiladi. Tamrinun, mashq. Iqra hazihil jumala sahihatan. Bu jumlalarni to'g'ri o'qi. Va takunul fazailu saidatan. Fazilatlik xislatlar said qiluvchi bo'ladi. Takunu beda af'ol noqisa muzori, fazailu uni ismi, saidatan xabari. Va yazillun nashitu farihan, g'ayratli kishi shod bo'ladi. Bu yazillu af'ol noqisa, nashitu uni ismi, farihan xabari. Yabitul kaslanu hazinan, dangasa g'amgin tunaydi. Yabitu af'ol noqisa, kaslanu foili, hazinan xabari. Shunga o'xshash tarkib qilinadi. Va yasirul hilalu badran, yangi oy to'lin oyga aylandi. Asbahal ilmu muntashiran, ilm tarqaluvchi bo'ldi. Va azhatis silatu qaribatan, bordi keldi qilishlik qarindoshlikka aylandi. Amsal alamu mustaniran, olam nur taratuvchi bo'ldi. La tazalun nasu muxtalifatan, insonlar doim turlik bo'lishdi. La taftau toifatun qoimatan alal haqqi, bir toifa doim haqda turuvchi bo'ldi. La yabrahul haqqu muntasiran, haq doim g'olib keluvchi bo'ldi. La yanfakkul batilu mahzuman, botil doim chekinuvchi bo'ldi. Madamal jismu axaffa minal ma'i yaumu, modomiki jism suvdan yengil bo'ladi, suzadi. Laysa sahabu sulban, bulut qattiq emas. Iqra al-jumal al-mazkurata ba'da tajridiha min al-af'ali. Yuqorida zikr qilingan jumlalarni fe'ldan ajratgandan keyin o'qi. Misol, al-fazailu saidatun, fazilatli xislatlar said qiluvchidir.
an-nashitu farihun, g'ayratli kishi shoddir kabi. وأدخل بالتعاقب على كل جملة منها بعد تجريدها إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. Undan har bir jumlalarga fe'ldan ajratgandan keyin ketma-ketlik bilan inna va anna valakinna kaanna layta la'allalarni kirgiz. Misol: innal fazaila saidatun, albatta fazilatli xislatlar said qiluvchidir. Kaannan nashita farihun, go'yoki g'ayratlik shoddir kabi.